Здравствуйте, меня зовут Сахил, директор компании Индия Медицина. Сегодня с нами есть уважаемая Гульнора и уважаемый Санджар, которые прилетели к нам лечиться из Узбекистана. Сейчас они вам расскажут, какие у них были проблемы, какой у них опыт у нас, и расскажут все про операцию. Пожалуйста. Assalomu alaykum. Meni ismim Gulnora. Toshkent shahrida yashayman. 62 yoshdaman. Sentyabr oxirida, oktyabrning boshlarida sog'lig'imda o'zgarishlar kuzatilib, oyoqlarimda bo'shashishlar kuzatilyotdi. Tekshirilganda bel sohasida o'sma borligi va meningioma tashxisi qo'yildi. Biz surishtirib Hindistonda neyroxirurgiya juda ham kuchayganligini bilib Hindistonga keldik va bu yerda Sahil orqali doktor Rani Patir neyroxirurg jarroh bilan uchrashib 18-dekabrda jarrohlik muolajasini o'tkazdik. Men juda minnatdorman, chunki jarrohlik muolajasidan keyin asoratsiz o'tib sog'lig'im orqaga qaytishi juda ham tez darajada kuzatilyapti. Sahilga, doktor Rani Patirga va davolanishimda, o'zimga kelishimda menga yordam bergan hamma jarrohlarga, meditsina xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Здравствуйте, меня зовут Сахил, директор компании Индия Медицина. Сегодня с нами есть уважаемая Гульнора и уважаемый Санджар, которые прилетели к нам лечиться из Узбекистана.